Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim birinci kısım. 6. bab. Sihhatul ihticaz bil hadisil mu'an'ana iza amkana liqa'il mu'an'anayn ve lem yekun fihim al mudallas. Bu 6. bab. Hadis sözlükçü ravi hadislerini men falanını anladım. Yoki bana falanı mundaq xabar qildi demasdan, balki falanidan yana falanidan deb so'zlagan mu'an'an hadislarni hujjat qilish yoki qilmaslik masalasi bo'lib, İmam Müslim bundaq hadislar uchun shu falani bilan falanidan iborat ikki raviyning bir-biriga uchrashishini, birisi yana birisidan cho'qim hadis anglagan bo'lishini shart qo'yish hojatsiz. Chunki barliq hadis olimlarining orasida keng tarqab ketgan qoida shuki, biror ishonchli kishi o'ziga o'xshash eng ishonchli kishidan falanidan deb mu'an'an hadis so'zlasa, ular bir zamonda yashag'achqa bir-biriga uchrashib, bir-biridan hadis anglashi mumkin bo'ladi. Bularni shart qo'yish hojatsiz. Bular shundoq ishonchli bo'lg'achqa, cho'qim anglaganni, ko'rganni yoki birasi xabar qilganni so'zlaydi. Bularning biri yana biriga uchrashib, birisi yana birisidan hadis anglaganligiga hech bir dalil isbot bo'lmasa-mu, bu xil hadis yanada dalil isbot hujjat bo'la oladi, sahih deb qaraladi. Buni dalil hujjat bo'la olmaydi degichilar bu so'zlarga qo'ygan shartlarga dalil isbot hujjat keltirsin. Salaf solihlardan undaq dalil qat'iy yo'qdir. Bizning dalilimiz shuki, Hishomdan, uning dadasidan, Oishadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan deb hadis rivoyat qilindi. Bularning har biri o'zidan yuqori kishidan cho'qim hadis anglagan. Buningda qilch shek yo'qdir. Ko'pincha ahvollarda mundaq angladim, menga faloni mundaq xabar qildi degan raviylarmi falonidan deb mu'an'an hadis so'zlaydi. Bundaq ahvollar bek ko'p bo'lib, ana shularning hadislari albatta sahih bo'ladi-da. Masalan, Ayyub ibn Mubarak va boshqa nurg'un jamoalar Hishomdan, dadasidan, Oishadan deb, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun ihrom bog'laganda va ihromdan chiqqanda men topa oladigan atir xushbaroqlar bilan atir chechib qo'yatdim degan hadisni so'zladi. Yana birda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ro'z turibmi ayolini suyib qo'yatdi deyilgan. Bulardan boshqa xotirlarda bo'lsa, anglagan xabar qilganlari bordir. Yana Atodan, Tamimdan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan, yana Sulaymondan, Rafi'dan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan, Humaydidan, Abu Hurayradan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mu'an'an hadislar intayin ko'p so'zlangandir. Bundaq hadislar bek ko'p bo'lib, shu faloni bilan falonilardan iborat ikki tarafdagi raviylar bek ishonchli bo'lg'achqa, shu hadisning boshqa xotirlarda anglash, ko'rish yoki xabar qilish isnodi bo'lg'achqa, bundaq hadislarmi sahih deb qaralib, dalil isbot hujjat qilinadi dedi. Lekin Imom Buxoriy va uning shayxi Ali ibn Maydani qatorliq mushu fanning olimlarining hammasi birdek bu so'zni mutlaq deyishni rad qildi. Ular to'g'ri, shu falonilar eng ishonchli bo'lsa, ular bir-biriga bir qatimmi bo'lsa uchrashgan bo'lsa, bir zamonda yashab, bir-biriga uchrashib hadis anglash imkoniyati bo'lsa, ondan keyin yana texi hadislarning sahih bo'lish shartlariga uyg'un kelsa, ondan u hadisni sahih deb qarab, dalil isbot hujjat qilamiz. Agar ularning bir-biriga uchrashib, birisi yana birisidan hadis anglash imkoniyati bo'lmasa, yoki shayxning ayib nuqsonlarini yuvishsa, yoki sahih bo'lish shartiga to'shmay qilib, zaiflik illatlar tepilib qolsa, bu chog'da uning hadislarini qandoqmi sahih deb qarab, dalil isbot hujjat qila olamiz dedi. To'g'ri, har ikki xil ko'z qarashning o'ziga tushliq dalil isbotlari bo'ladi, sabab maqsadlari bo'ladi. Asosiy maqsad biz yuqorida aytib o'tgandek, hadis sahih bo'lish yoki hasan bo'lish shartlariga uyg'un bo'lsa, hadis sahih deb qaralib amal qilinadi. Undaq bo'lmaydi ekan, hadis zaif bo'ladi. Hatto ba'zi munkar yoki yolg'onmi bo'ladi. Bularni biz yuqorida bayon qilib bo'lgan. Sizlar eng yaxshisi yuqorqi hadis to'g'risidagi ilmlarni o'qib bo'lib, doktor ustozlardan so'ranglar. Taliblar usul hadis ilmiy tadqiqot kitoblarini dars qilib o'qinglar.